Bu yangilikni hech kimga aytmanglar, faqat hamma o'rtamizda qolsin. 21-noyabrda o'sha Koreyada 3-mavsumi chiqishni boshlaydi. Agar siz bu dramani ko'rmagan bo'lsangiz, siz juda ham ko'p narsani yo'qotyapsiz. Chunki bu dramada ham action, ham drama, ham jang sahnalari, hammasi bor. Aktyorlar rol o'ynashiga esa shunchaki gap yo'q. Dramaning nomi Taxi Deluxe. Hozircha 2ta mavsumi mavjud. Voy, 2ta mavsum buncha ko'p demanglar. 2ta mavsumni qanday qilib ko'rib tugatib 3-mavsumni kutayotganlaringizni ham bilmay qolasizlar. Syujet haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, taksi kompaniyasi ostida yashiringan maxsus agentlik bechora, nochor qolgan odamlarga qasos olishga yordam beradi. Umuman, pulga, bepulga yordam beradi. Deyarli har bir qismda har xil taqdirlar, voqealar juda ham qiziqarli. Ammo agar siz menga o'xshab 2ta mavsumni ham allaqachon ko'rib bo'lib 3-mavsumni kutayotgan bo'lsangiz, sizga yangiligim bor. Bu yangilikni hech kimga aytmanglar, faqat hamma o'rtamizda qolsin. 21-noyabrda o'sha Koreyada 3-mavsumi chiqishni boshlaydi. Da, o'sha shedevrni yana 3-mavsumi. Bu videoni esa shunaqa janrni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda K-pop, K-drama va hamma narsalar haqida gaplashamiz. Hammaga annyeong.